Родной окрас deyapti egasi. Maksimalniy navrotda. Lyuklari ham qaralgan. Genesis G70. Mana titaniy diskani qarang. Все sezonka balonlari bilan, va diskani oporniylari bilan, vau. Juda ham vid berib turibdi. Xrom detallar ishlagan, nikeldan ko'ra xromi bilasizlar, eng qimmati hisoblanadi. Abrisovkalarda ham xrom va adaptivniy kruz kontrollari bor. LED farlari bilan $15,500  2018-yilga 2 benzinoviy motorda Genesis G70. Koreyskiy 2 объемli 15,500 ga kelishasa, narxi, to есть egasini nomeri pastda. Bugun 5-yanvar. Xromoviy ruchkalar, beskulchovoy silpoy zonalar, elektropaket, Paushi sideniyaning dizaynlari ham boshqacha, kojinli salon, черный потолок, panoramniy lyuk, multi-rul, lipistov rul va 89,000 probeg, monitorlar qaralgan, dozonli klimat kontrol, abduf podogrev sideniya, drive mode, решение elektriskiy, avtohold, avtoparkovka, avtostop, беспроводной, vau, полосодержатель, hamma yo'g'i bor albatta. Orqa podogrev sideniyalari bilan Genesis G70 akam. LED stoplari bilan $15,500 ga. Hozirda arzonlab qolgan mahalla olib minib oling. Bo'lmasa tugaganda minbenjiga sustainalari yetib kelganda, chunki bular paytida eng kamida 18,000 dan 19,000 dan sotilgan edi. Telefon qilib narxini kelishib olamiz.